Oh. Qaysi filialdamiz? Bugun avtosentr majordamizlar. Keyinlarcha nima gaplar? Bugun buni qaranglar, kim kelibdi? Nodirjon kelibdi-ku. Ha, Nodirchik, Afrikagacha bormoqchimisiz bu bilan? Aka, qayerda yuribsiz? Qalay, yaxshimiz? Sizlar hozir savalisizmi, borma deb? Я лично против. Nimaga aka, sabab? Ha, Uni qo'ying aka, Afrikagacha boradimi mashinada ketsa? 100% garantiya. Bu avtomobilda 3 года гарантии или 150 тысяч километров, гибрид. Haqiqatdan ham zo'r ekan aka. Да, buni yopib tursangizda полный двухспальный bo'ladi. Будущее сейчас за Китаем. Хотим мы этого, нет? В ближайшие 5 лет точно за Китаем, это уверенно могу сказать. И в Африке точно им понравится. Vulkani Afrikaga boraman dedim, hammalaringiz yopishib oldinglar, borma. Sabab sizlar borayotgan joy haqiqatan opasno. Nada bizni. Xatarli, bilaman aka. Xatarli, haqiqatan juda ham. Qabilalar bor, ular oldi yuramiz, lablariga kimlar, quloqlariga kim narsalar qilib yurishadi. To'g'ri, lekin qiziq-ku aka. Xalqimizga qiziq-ku o'shalar hayoti. Agar haqiqatan ham sizlarga qiziq bo'lsa, Nodirjonni poddesh qilasizlar, mana shu mashina bilan xudo xolasa Afrikaga yuboramiz. Lekin boradi desangiz, mashinada borish ham mumkin. Boradi, aniq boradi. Yana bitta qiziq savol. Afrikada buni zaryad olishga imkoniyatli qilinganmi? Buni zaryad qo'yishim shart emas. Uzun benzindan zaryad olib Ha, ketaveradi. benzin qo'ysam bo'ldi. Reklama qilishga qildingiz aka. Yoqdi menga. Endi auditoriyadan so'raylik, Afrikaga mashinada boramizmi yoki samolyotdami? Mashina yoki samolyot? Kommentariyada yozib qoldiring. Aka, lekin qanaqa qilib urishmasangiz ham baribir boraman. Vыбор за тобой.